Hurmatli obunachilarimiz, bugungi obyektni qarang, chiroyliligini. Akalar, ashe zo'r uyga kelganman. Tikuv sex kenaylarimga biznes qilib qo'yishga hovlini orqa tarafiga joylab qo'ygan ekanlar. Ishchilarga alohida sanuzeli, alohida kuxnyasi, hamma narsa bor. 8 o'tuli uyni bitta obzor qilib berdik, tomosha qilinglar. Hovli ham bor, mana vashshi mana. Shunday sentrga kelsangiz, o'ziga mos 4 ta lanshatli zona. Mevalari eskichani, yoshligini eslatadigan tapchanimizni qarang. Tapchandan keyin pastda kalavatli tapchan. Bu yoq pelusdan chiqsangiz ham choy ichib o'tirishga. Okey, ideal qilib qo'yganlar. Burchatkalarni qaranglar, ashi chotki. Mana Mamitimizda choy ichishga alohida kuxnyamiz, alohida choy ichishga joyimiz. Mamitda qizlarimizga joyimiz. Bu yerda duogo'ylarimizga, har bir qizlarimizga ham alohida sanuzel. Duogo'ylarimizga ham alohida sanuzel. Kirayotganda mashina qo'ygandan keyin men eshikni bunday yopib, mashinalar ham issiq turadi. Bitta kirgandan keyin qarang, yo'lakni kattaligini. Yo'lakni kattaligida shunday to'xtaganimizda 10 tarafda okamlarning o'zlariga zinali qilganlar, o'tirishlariga tapchan qilganlar, spalni mehmonga alohida katta zal qilganlar. Hozir shu turishimda chap tarafimizda kelinlariga alohida spalni, alohida dushovoy, alohida detskiy, yaxshi go'zal uyga kelganmiz. Adresimiz bo'yicha Zangibuvani hamma biladi. Duogo'ylarga. Shunday keyin Zangibuvadan o'tdingiz, 400 metr, 500 metrdan keyin razorat qilasiz. Shunday kirib kelasiz. Uy shunday chiqib turib, mahallani kengligini ko'ring, mahallani kengligini qarang. Uy fasadini qarang. Hamma yoq asfalt, ideal. Uy mana qilib qo'yganlar, archalar, kichkinagina zo'ntichka tuplar. Zangiatadamiz. Zangibuvadan o'tgandan keyin narximiz 8 o'tuga o'zini biznesi bilan qolagan narsa qilsanglar bo'ladi. 185 ming dollarga tushirib qo'ydik. Aloqaga chiqinglar, uyli bo'linglar, egalik bo'linglar.